Otishma oqibatlari. Videoda Falastinning G'azo sektori, suratda Tel Aviv yaqinidagi Isroil lodi tasvirlangan. Rossiya qiruvchisi yana Qora dengiz ustida fransuz samolyotlarini ushlab oldi. Ikkita qiruvchi va tanker. Konchilar Zelenskiyning ofisiga ish haqi olish uchun kelishdi. Konchilar ish haqi bo'yicha qarzlarni to'lashni, ko'mirga tegishli narxni belgilashni va Rossiya va Belarusdan resurslar importini to'xtatishni talab qilmoqda. Turkmaniston prezidenti Ashxobodning 140 yilligiga bag'ishlangan tadbirda velosipedda qatnashdi. Aksiya ekologiyaga bag'ishlandi. Uning ishtirokchilari birmuncha vaqt avtomobildan foydalanishni rad etishdi. Gurbanguli Berdimuhamedovga bosh vazir o'rinbosari hamrohlik qildi. Yo'lda u prezidentga poytaxtdagi ishlar holati va bayramga tayyorgarlik haqida so'zlab berdi, shuningdek qimmatli ko'rsatmalar oldi. Qozondagi otishma. Yaradorlar Moskvaga yuboriladi. Rossiyaning Qozon shahridagi maktabda sodir bo'lgan otishma paytida yaralangan 5 nafar bola va 4 nafar katta yoshlilar davolanish uchun Moskvaga yuboriladi. Eslatib o'tamiz, 11-may kuni Qozon shahridagi 175-sonli gimnaziyada otishma yuz berdi. Natijada 9 kishi halok bo'ldi va 21 kishi jarohat oldi. Hujumchi 19 yoshli Ilnaz Gilyavov bo'lib chiqdi. U hibsga olingan. Ta'lim muassasasiga qilingan hujum yuzasidan ommaviy qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Qozon ma'muriyati rahbari shahar gimnaziyasidagi otishmani terakt deb atadi. Tatariston prezidenti 12-mayni motam kuni deb e'lon qildi. O'zbekiston Sharqiy Quddusdagi vaziyat bo'yicha xavotir bildirdi. O'zbekiston Sharqiy Quddusdagi vaziyatning keskin tus olishi sababli chuqur xavotirda ekanligini bildirdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda aytilgan. Tomonlarni zo'ravonlikka chek qo'yish, vaziyatni beqarorlashtirishdan saqlanish va bundan buyon qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik hamda musulmon olami uchun muqaddas hisoblangan Eid al-Fitr arafasida mojaroni hal etish bo'yicha barcha imkoniyatlarni safarbar etishga chaqiramiz. Al-Aqso masjidi va Quddusdagi boshqa muqaddas qadamjolarning daxlsizligini, status quoga rioya etilishini ta'minlash zarur deb hisoblaymiz. Falastin-Isroil muammosi xalqaro huquq me'yorlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi tomonidan avval qabul qilingan rezolyutsiyalar hamda ikki xalq uchun ikki davlat tamoyili asosida hal etilishi lozim, deyiladi bayonotda. Avvalroq Isroilning havo hujumlaridan 20 falastinlik, shu jumladan 9 nafar bola halok bo'lgani xabar qilingan edi. Hudud va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Birinchi chorakda yalpi ichki mahsulot 3% ga, sanoat 3.8% ga, qishloq xo'jaligi 3.1% ga o'sgani qayd etildi. Davlatimiz rahbari qoloqliklarni bartaraf etish, qo'shimcha zaxiralarni topib, amalda ishga solish zarurligini ta'kidladi. Investitsiya loyihalari ijrosini nazoratga olib, korxonalarni ishga tushirishni jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Hasan Ruhoniy Isroil hukumatini qonxo'r sionist deb atadi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Isroilning Sharqiy Quddus va G'azodagi so'nggi hujumlariga munosabat bildirib, Misr va Iordaniyaning harakatsizligini tanqid qildi. Hasan Ruhoniy Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Misr va Iordaniya Isroilning qo'shnisi ekanligini aytib o'tgan. Isroilni rahbarlarini Muso payg'ambarning diniga ishonmasligini aytgan Ruhoniy ularning zo'ravonliklarini qoralab, Eron Falastinni qo'llab-quvvatlovchi deyarli yagona davlat ekanligini aytgan. 9-may Ramazon oyining oxirgi juma kuni Quddusdagi Al-Aqso masjidi atrofida tartibsizliklar boshlandi. Bunga Isroil politsiyasi tomonidan falastinliklar taroveh namozini o'qiyotgan ushbu masjidga hujum qilgani sabab bo'lgan. Bundan tashqari Isroil sudi Shayx Jarroh mahallasida yashovchi arab oilalarini ko'chirish to'g'risida qaror chiqargan. Chunki bu yerga yahudiylar da'vo qilib keladi. Qizil yarim-oy jamiyatining ma'lumotlariga ko'ra, Isroil politsiyasining zo'ravonliklari oqibatida 700 dan ortiq kishi jarohatlangan. Shundan 333 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Shundan so'ng Falastinning Hamas harakati Isroilni ogohlantirgan. Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidi va Shayx Jarroh mahallasidan askarlarni olib chiqib ketish uchun mahalliy vaqt bilan soat 18 gacha muddat qo'ydi.
shart bajarilmagach 10-may kuni Hamas harakati Isroilning bir qator shaharlarini 45 ta raketa bilan o'qqa tutdi. Biroq Isroilning havo hujumiga qarshi temir gumbaz mudofaa tizimi ushbu 45 raketaning katta qismini osmonning o'zida zararsizlantirdi. Ba'zilari esa aholi yashash punktlariga tushdi. Bunga javoban Isroil tomoni darhol 130 ta raketa bilan Hamas harakati joylashgan G'azo sektorini o'qqa tutdi. Oqibatda esa 22 falastinlik, shu jumladan 9 bola halok bo'ldi. Hamas Isroilga 350 ta raketa bilan javob qaytardi. 11-may kuni Isroil bosh vaziri G'azo sektoriga zarbalar kuchi va chastotasini ko'paytirish niyatida ekanligini e'lon qildi. Xalqaro hamjamiyat Quddusdagi voqealarga tezlikda munosabat bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi 10-may kuni Falastindagi mojarolarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi, ammo yakunda hech qanday bayonot qabul qilinmadi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa Isroil rasmiylarining Sharqiy Quddusdagi harbiy amaliyotini qonunbuzarlik deb atab, ular sodir bo'lgan voqea uchun falastinliklardan kechirim so'rashi kerakligini ta'kidladi. Qator musulmon davlatlar umumiy ravishda Isroil xalqaro huquqiy normalarni buzayotganligini aytib norozilik bildirdi. Ular orasida Iordaniya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Misr, Qatar, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari bor. O'z navbatida Isroil bosh vaziri dunyo ommaviy axborot vositalarini voqealar rivojini noto'g'ri talqin qilganlikda ayblab, mamlakat politsiyasining zo'ravonliklarini qo'llab-quvvatlagan edi. Bundan tashqari Isroil rasmiylari mojarolar boshlanishi bilan tutingan akasi AQShdan vaziyatga aralashmaslik va xalqaro bosim o'tkazmaslikni so'radi. Washington esa har ikki tomonni ham vaziyatda aybdor deb mojaroni tugatishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi e'tiborini falastinliklarning noqonuniy ko'chirilishiga qaratdi. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston Al-Aqso masjidi atrofidagi vaziyatni hurmat qilishga chaqirdi. Qolaversa 11-may kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an qator musulmon davlat rahbarlari bilan Isroilning zo'ravonliklarini muhokama qildi. Keyinchalik Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Isroilning Sharqiy Quddus va G'azodagi so'nggi hujumlariga munosabat bildirib, Misr va Iordaniyaning harakatsizligini tanqid qildi. U Isroil hukumatini qonxo'r sionist deb atadi. Qolaversa AQShdagi Isroil bosh konsulligi oldida Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazildi. Aksiyada turk va musulmon jamoalari vakillari, shuningdek, pravoslav yahudiy guruhi a'zolari ishtirok etdi. Assalomu alaykum o'rtoq haydovchilar. Mana bir narsaga e'tibor beraman. Mana hamma profilda turamiz. Mana narsani обочечник 10 tarafdan avval o'tadi. Mana mana kelishimiz. Okamdan e'tibor beryapman-da, o'rtoq haydovchilar Toshkent shaharda yurganida mana shunaqa обочинаlarga chiqib qolman, yo'l chetida turgan odamlarni, piyoda shoferlarni changitib mana shunaqa qilmasdan bir qator bo'lib yursa, hamma mana shu probkadan o'tadi. Tabi o'ylar mana shu e'tibor berdim, hozir mana shu boshdan 8 ta mashina sanadim, 8 ta mashina oldi, u ana Matiz 984 Toshkent nomeri. Qolgan hammasi 70, 10, 25, 30 mana shunda hammasi областный shoferlar Toshkentga kelganinglar iltimos pravilaga qarab beringlar. Bu yerda masalan birov shaharlik, birov Toshkentlik deyotganim yo'q. Avvalo biz hammamiz haydovchimiz. Mana shu harakat ishtirokchimiz. Samda akkurat meroy yurilsa, bir-birini hurmat qilib yaxshi bo'ladi. Keyin biz ham oldingizni qoldirayotgan joy u sizlar kirib olishinglarga emas. Biz orqangizda yukkuza bilan kelyapmiz. To'rimiz olganimizda yuk permisheniya degan narsa bor. Yukki javobgar biza materialni ответственность so'zda bor. O'shancha sekin o'zini hisob-kitoblar qilib yuramiz. Sizlar o'rtaga tiqilasizlar mana bu yerda. Furani oldida 2 metr joy ochib qolsa, tiqilasizlar. Bunaqa qilmanglar, iltimos. Bir-biringizni hurmat qilinglar. Bu yerda hamma harakat ishtirokchisi bo'ldi. Bu yerda erkak, ayol, taksist, marshrutkachi emas. Hammasi bir xil bo'ldi. Rahmat. Uzrlarga qattiq gapirib